Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun tog' bag'riga dam olishga chiqdik. Yuqori Machay mahallasiga qarashli G'o'lloq uchastkasi. Tabiat juda go'zal, hamma tomon ko'kalam, archazor. Tog'larning boshi esa oppoq qor. Ajoyib manzara. Bugun mana hozir ovqatlanib turib sayohat oldidan berga zanjabul, tavpiyos, ko'katlar. Albatta toqqa shunday qilib maxsus ovqat tayyorlab chiqsangiz ham bo'ladi. Keyin mana zamboriq terib oldik. Ancha munchagina. Xudo xohlasa yana izlanaveramiz. Barchalaringizni mana shunday dam olishga taklif qilamiz, tabiat qo'yiniga. Vaqt ajratib mana shunday joyga bir sayohatga kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Tog'larning boshi hali oppoq qor. Sizlar bilan yana Kamina Alamon bo'ldi. Keyingi reportajlarimizga ko'rishguncha omon bo'linglar.